Ajrashmang, nevrozni davolang. Qabulimga bir xotin keldi. Ikkalasining ham asosiy shikoyati, aytadiki, jahlim chiqaradi, ko'rgim kelmaydi, g'azabimni keltiradi. Ayol aytadi, bolalarimga va erimga mehrim qolmadi. Tamom, ajrashmasam bo'lmaydi. Qabulga kelishdi, biz diagnostika qildik. Erida astenik nevroz chiqdi, ayolida depressiv nevroz chiqdi. Ya'ni belgilari qanaqa? Eri asabiy, jahldorlik, g'azabni nazorat qila olmaslik, farzandlariga baqiradi, ayoliga baqiradi. Ayolida esa shunga nisbatan depressiv nevroz, ya'ni yig'loqlik, kayfiyatni tushkunligi, mehr yetishmasligi, bolalariga befarqlik. Bu ikkalasida ham demak diagnoz. Ko'pincha oilalardagi ajrimga sabab bu nevroz bo'lishi mumkin. Shuning uchun ajrashishdan oldin bir marta psixiatr yoki vrach, psixoterapevt ko'rigiga borishni tavsiya qilgan bo'lardim. Oiladagi janjallar, sovuq munosabat, bemehrlilik bu ajrashishga sabab emas, nevrozning alomatlari bo'lishi mumkin. Ajrashmang, nevrozni davolang.